Assalomu alaykum. Mana og'ayni, mana bu Bishkekka deb zakaz qilgan karbyuratoriz mana qo'ydim, mana Tikoga hozir. Mana sovuq payti mana qanaqa ishlashni ko'rasiz. Yurgizing aka. Mana bu patsosda turibdi, mana gazli tros ulangan yo'q ham mana bu gazli tros. O'zi turibdi mana. Shu patsos mana shu turishi ertadan kechda ishlaydi. Hozir isiganda bunday bo'lib, aborot tashlaydi bunday bo'lib. Hozir issiq suv bor, tezda tashlaydi bunda. Siznikida agar motori sovuq bo'lsa 3 minutdan 7 minutgacha ham boradi, suv sirkulyatsiyasi normalniy bo'lsa. Xo'p, sizga borganda qiladigan ishlaringiz. Mana ikki shlangi turibdi, mana suvlanadigan shlanglar. O'sha shlanglarni birini puydasangiz biridan chiqadi, birini puydasangiz biridan chiqadi. Ekoni jaxshna qilib puydab oling, mana eko shlangni обязательно. Ana mana klapincha turibdi, mana воздушный klapan, mana klapan. Mana bunday qilsangiz chechiladi mana. O'shuni bunday puylab ko'ring, bir tomonga ketadi bo'lsa, bir tomonga ketmaydi. Men jangisidan solib qo'yaman shuni. Shuni jangisidan almashtirib qo'yasiz. Ana no ulanyapti-yu shu mana trubka mana shu ulanyotgan trubka. O'sha trubkani ham karbyuratorni chechganingizda bir puylab ko'ring. O'sha trubka tiqilib qolgan bo'lmasin. Agar ash trubka tiqilib qolsa ham rasxodingiz ko'p bo'ladi. Xalastog'ot biz qo'yib bergan xalastog'otda ishlamay. Mana undayda mana qarang mana to'sib qo'ydim, mana ko'ryapsizmi, aborot tashlab yuboryapti. Mana ochib qo'ysam o'nlanyapti. O'shuning uchun o'sha ham ochiq bo'lsin. Mana uje issiq suv bor edi, mana tashadi, mana patsos ishlaydi, ko'rdingizmi? Mana hali gazam bosmadim, buni jo'nli bitta jurgizib qo'ydik, mana patsos mana uje emi oshdi mana. Benzin polni aylandi mana uje. Mana ishlaydi. Hozir nastroykalarni qilib qo'yam buni. Polni hamma yo'q. Rasxodini ko'rib qo'yamiz. Bu ham 4 tamomı 4,5 inchatda hozir rasxodni o'lchab qo'yamiz, o'shundan bilib olaverasiz. Hozir men nastroy mana nastroykaga tiyishmang, bunaqa. Вообще birov tiyishmayapsiz. Bu benzin rasxodki men hozir qo'yib qo'yam, o'sha joyida tursin bu. Boshqa haligi nastroykalarni men sizga videoda yana dalneyshini tushuntirib beraman. Qayerdan burasangiz bo'ladi, qayerdan bo'lmaydi. Mana ishlashni ko'rdingiz-a, mana chotki ishlayapti.